Assalomu alaykum kuzatib boruvchilar. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Bu koridorimiz bo'ldi. 80% ishi bo'ldi beriladi yana. Hammasi chiqib kelyapti. Shkulkalarni, patologlarimiz tayyor holatda. Shkulkalarni turibdi. Bu ayollar mehmonxonasini meni shkulkalab taslamni o'rkalarini qilib qo'ydik. Endi to'g'ri, xudo xolasa, atachenta ishi boshlanadi. Fon sepiladi. Bon taraflarimizdan ham bosirib qo'yibmiz. Belar odam so'nkalar sepilgan. Bonda 3 sponni bor. Bonlarni fonlarni sepib chiqarib qo'yibmiz. Dalonimiz ham ramkalardan chiqib tayyor holatda turibdi endi 80%. Qolgan joylar ham döşülib. Bon taraflarni ko'rsatamiz. Bon taraf bog' tarafga chiqadigan koridori, yerlar ham shkulkalar, bo'rkalar turibdi. Yer ko'xnimiz ham tayyor. Odam so'nkalar sepilsa, atachenta xizmatlari boshlanadi. Xudo xolasa 80% ishi bo'lib turibdi bu yerdan. Shuni sifatli ish kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqsazda bo'ladi. Raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Kuzatishda davom qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.